Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi videomizda sizlar bilan Iman Invest 1 yil davomida necha foiz foyda ko'rganimizni ko'rib o'tamiz. Endi ozgina kamchiliklar uchun uzr so'raymiz, chunki hozir bu videoni montaj qilishga uncha vaqt yo'q. Shuning uchun hozir mashinada yo'lni bir chekkasida o'tirgan holda olyapmiz bu videoni. Endi 2024-yil 19-avgustda mana hisobni 112 ming so'mga to'ldirganman. 1-sentyabrdan yangi oyning boshidan foyda hisoblashni boshlagan. Bu hozirgi kunda ertasi kundan boshlaydi foyda hisoblashni. Mana ko'rib turganingizdek 1-noyabrda sentyabr uchun mana 2043 so'm foyda hisoblagan. Mana shunday ko'rib kelishingiz mumkin oyma-oy necha puldan foyda hisoblaganini. Va mana 19-sentyabrda bu yil avgust oyi uchun mana 2436 so'm hisoblagan. Mana oxirgi 1991 so'm bu shu yil sentyabr oyining foydasi, mana oktyabrda 23-oktyabrda hisoblangan. Buni hisoblamaymiz. Mana ko'rib turibsiz tepada mana 138.649 so'm. Bu kalkulyatorda 138.649. Bundan ayiramiz 1991 oxirgi oyning foydasini ayirib tashlaymiz. Mana 112 ming so'm 136.658 so'm bo'ldi. Endi bu necha foiz tashkil qiladi desalaringiz, buni ko'rib o'tamiz. 112 mingga bo'lsak, mana 22% dan oshiqroq bo'lgan 1 yildagi foydamiz. Endi ko'rib turganingizdek mana sherikchilik 99 ga 1. Mana 99% ni menga bergan, 1% ni o'zida olib qo'ygan. Ko'raylik, mana 22% deylik. 99 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak, mana 22.2% o'zi kompaniya daromad qilgan, 22% ni menga bergan, 0.22% ni o'zida olib qo'ygan. Endi hozir masalan 80 ga 20 yo 90 ga 10 ishlaydigan bo'lsa, masalan 90 ga 10 bo'ladigan bo'lsa, 90% ni sizga berganda 20%, yillik 20% daromad ko'rardik o'sha paytda, o'sha oxirgi 1 yilda. Yo 80% ni berganda, qana 80 ga 20 ishlaganda mana 17.8% siz 1 yilda foyda ko'rgan bo'lar edingiz. Endi shunga qarab hisobni olib investitsiya qilsalaringiz bo'laveradi. Endi keyingi videolarda mana ko'chmas mulkka ham mana 0.1 kvadratga investitsiya qilganman. U ham foydaga kirishni boshlasa, uni ham video rolik chiqaramiz. Stock market, fond bozorida Amerika kompaniyalaridan aksiyalar olganman. Buni ham keyingi oyda mana necha foiz dividend, passiv daromad ko'rganimni olib chiqaman keyingi videoda. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib turasizlar degan umiddamiz. Rahmat hammaga e'tibor uchun.